Assalomu alaykum, e'tiboringizga hafta davomida berilgan yangiliklar dayjesti bilan tanishtiramiz. O'zbekistonda Milliy qadriyatlar oyligi tadbirlari va xalq sayllariga start berildi. Ushbu oylik xalqimizning milliy qadriyatlari, urf-odatlari, xalq o'yinlari yo'nalishidagi ijro san'ati mavjud bo'lib, bu an'analar, tarix, turmush tarzimiz, qadriyatlarimiz va ma'naviyatimiz kabi yo'nalishlarni o'zida mujassam etadi. Davlatimiz rahbari yoshlar bilan uchrashuvi chog'ida Urganch tumanidagi 11-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchisi Otamurod Rayimboyevning iste'dodini alohida e'tirof etib, unga ijodiy rag'bat sifatida avtomashina bilan taqdirlagan edi. Kuni kecha viloyat hokimi Jo'rabek Rahimov muhtaram prezidentimizning sovg'asini Otamurod Rahimboyevga oila a'zolari va ustozlari ishtirokida tantanali ravishda topshirdi. Yosh ijodkor hamda uning ota-onasi davlatimiz rahbariga yuksak e'tibor va g'amxo'rlik uchun samimiy minnatdorlik bildirdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek Xolmedov rahbarligidagi O'zbekiston davlat satira teatri jamoasi Farg'ona vodiysi bo'ylab ijodiy safarni boshlashdi. Ularning ilk manzili Namangan viloyati musiqali drama teatri bo'ldi. Ayni kunlarda rejissyor Zulfiqor Musoqov tomonidan Tirik tarix dasturi doirasida tasvirga olinayotgan Fayzulla Xo'jayev Tegirmon badiiy publistik filmining tarixiy sahnalari tasvirga olinmoqda. Suratga olish davomida alangalar va yong'in effektlari qo'llanildi. Jarayonda 60 nafar ommaviy sahna ishtirokchilari, 2 nafar asosiy aktyor, ularning yordamchilari, 4 nafar sarkarda obrazlari ishtirok etdi. Barcha xavfsizlik choralariga qat'iy rioya qilinib, suratga olish maydoniga o't o'chirish mashinalari ham jalb etildi. Bular madaniyat va san'at sohasidagi hafta davomida berilgan yangiliklar edi. Bizni kuzatishda davom eting.